Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Baliqchi tumani Do'stlik MFIga bir kontur bo'yicha yer maydoniga kelindi. Konturimiz raqami 3780. Mana hozirgi kunda bir konturimiz bo'yicha jami 10 gektar bo'lib, 60 ta fuqaro, 60 ta dehqon xo'jaligi 15 sotikdan yer maydoni berilgan. Bu yerdan hozirgi kunda 1 gektarda ya'ni 3 tonna loviya mahsuloti olish rejalashtirilgan. Jami 10 gektar va 30 tonna loviya mahsulotlari olish rejalashtirilgan. Lider tadbirkor etilib, Asiya Ligit Start tomorqa xizmati MChJ biriktirilgan. Mana hozirgi kunda barcha yer maydonimizga loviya mahsulotlar ekilgan. Mana bu uzunligi 500 metr bo'lib, oxirashi terakzor tomonda tuyda, aytda ham zavur joylashgan. Mana beri tomoni ham uzunligi. Bu yog'i esa tut qator bor, ya'ni asfalt yo'l asfalt o'tilgan yo'l bor bu yerda. Mana bu tomoni esa eni hisoblanadi. Bu yerda ochiqlik yerga g'o'za ekilgan. O'sha chegara hisoblanadi. Mana bu tomoni esa, bu tomoni ham eni zavr bilan joylashgan. Qirg'og'ida zavr joylashgan. O'rtacha endi bu yer standartlik uchun uzunligi 500 metr, uzunligi, eni esa 200 metr belgilangan. Jami 10 gektar. Mana bu tomonda Mohir Sohibkor mulk fermer xo'jaligi bilan chegaradosh. Mana loviya mahsulotlarimiz hozirgi kunda gullab, meva kirish jarayonida. O'rtacha endi bu 60 kundan oshiqda pishadi, bir 90 kunda yig'ishtiriladi, xudo xolasa. Keyingi ekinga joylar tayyorlanadi.